Qaysi do'konlarga monoblok to'g'ri keladi? Bizga juda ham ko'p telefon qilishadi. Aslida berayotgan savol klient bu monoblok. Aslida bilmaydi u narsa o'zi nima va ichida qanaqa protsessorlari bor, nimaga shundan kelib chiqib narxi qimmat bo'ladi. Monoblok turlari juda ham ko'p. Hozirgi payt bozorda eng arzon monobloklar $180 dan boshlanib, tepaga qarab ketaveradi. $1,500 monobloklar bor. Agar sizni do'koningizda klientlar juda ham ko'p bo'lsa, kechki payt kassada очередь to'planib qolsa, to monoblok olishingiz mumkin. Mumkin, обязательно monoblok olsak bo'ladi. Agar monoblok oladigan bo'lsangiz, siz ishingiz tez bo'ladi va osonlashadi. To'g'ri xarajat qilasiz, lekin tez klientni qo'yib olasiz o'zingiz do'koningizdan. Monoblok eng ko'proq ishlatiladigan oziq-ovqat do'konlarida bo'ladi. Nimaki oziq-ovqat do'konlari, oziq-ovqat do'konlari, kafe, food truck, fast food joylar, ular klientga tez xizmat ko'rsatib berish kerak. Shuning uchun monoblok ishlatiladi.